Agar sizning nomingizda uy, kvartira, hovli, yer uchastkasi, noturar joy, do'kon, ombor yoki qurilish tugallanmagan bino bo'lsa, 2026 yilgi yangi qoidalar sizga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Eng katta xato shuki, ko'pchilik men uyimda tinch yashayapman, menga hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa ko'chmas mulk bo'yicha kadastr, soliq, ijara, meros, ulush, noqonuniy qurilish va hujjatlarni raqamlashtirish masalalarida nazorat yildan yilga kuchayib bormoqda. Men bugun sizga oddiy tilda, hayotiy misollar bilan 2026 yilda ko'chmas mulk egasi nimalarga tayyor turishi kerakligini tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir mulkdor uchun juda muhim. Videoni hoziroq like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday mavzularda bitta xatolik millionlab so'm zarar keltirishi mumkin. Oldin ko'pchilik ko'chmas mulkka oddiy qarardi. Uy bor, kadastr bor, tamom. Kimdir uyiga qo'shimcha xona qo'shardi. Kimdir hovlisining bir qismini do'konga aylantirardi. Kimdir kvartirasini ijaraga berardi, lekin shartnoma qilmasdi. Kimdir otasidan qolgan uyini ishlatib yurardi, lekin merosni rasmiylashtirmasdi. Yana kimdir yer uchastkasining haqiqiy chegarasi bilan hujjatdagi chegarasi mos kelmasligini bilardi. Ammo keyin to'g'rilayman deb yurardi. Hozir esa asosiy o'zgarish shundaki, davlat organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Kadastr ma'lumotlari, soliq bazasi, notarial bitimlar, kommunal xizmatlar, ijara shartnomalari, qurilish ruxsatnomalari va sud qarorlari bosqichma-bosqich yagona raqamli tizimlar orqali tekshiriladigan bo'lyapti. Bu nimani anglatadi? Endi bir joyda hujjat noto'g'ri bo'lsa, boshqa joyda ham muammo chiqishi mumkin. Masalan, kadastrda uyingiz 120 kvadrat metr deb turibdi, lekin real holatda 180 kvadrat metr bo'lsa, soliq hisob kitobida oldi sotdi paytida garovga qo'yishda yoki meros rasmiylashtirishda savol tug'iladi. 2026 yilda ko'chmas mulk egalari uchun eng muhim yo'nalishlar shular: mulkning huquqiy holatini aniq qilish, kadastr hujjatlarini yangilash, soliq majburiyatlarini to'g'ri bajarish, ijara munosabatlarini rasmiylashtirish, noqonuniy qurilish va o'zboshimchalik bilan o'zgartirishlardan ehtiyot bo'lish, meros va ulush masalalarini kechiktirmaslik. Men har birini alohida tushuntirib beraman. Birinchi masala: kadastr hujjatlari va real holat mos bo'lishi kerak. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan muammo shu. Odamda uy bor, kadastr pasporti bor, lekin uy yillar davomida o'zgargan. Masalan, 2010 yilda hovli 4 xonali bo'lgan. Umumiy maydoni 95 kvadrat metr. Keyin egasi oshxona qo'shgan, ayvonni yopgan, ikkinchi qavat ko'targan, kichkina do'koncha qurgan. Hozir uy 180 kvadrat metr bo'lib ketgan. Ammo kadastrda hali ham 95 kvadrat metr turibdi. Egasi buni kichik masala deb o'ylaydi. Lekin 2026 yilda bunday tafovutlar katta muammoga aylanishi mumkin. Nima uchun? Chunki siz uyni sotmoqchi bo'lsangiz, xaridor bank krediti orqali olmoqchi bo'lsa, bank baholovchi yuboradi. Baholovchi real maydonni ko'radi. Kadastrdagi maydon bilan solishtiradi. Farq katta bo'lsa, bank garovni qabul qilmasligi mumkin. Notarius ham bitim oldan hujjatlarni tekshiradi. Agar qurilish ruxsatsiz bo'lsa, qo'shimcha qavat yoki xona qonuniylashtirilmagan bo'lsa, bitim cho'ziladi yoki umuman to'xtashi mumkin. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi bir oila hovlisini sotmoqchi. Narxni 2,2 million so'mga kelishgan. Xaridor 300 million so'm naqd, qolganini bank krediti bilan to'lamoqchi. Bank tekshiruvida kadastrda uy 1 million kvadrat metr, realda esa 1,7 kvadrat metr ekanini aniqlaydi. Bundan tashqari, hovlining old qismida kichik savdo nuqtasi qurilgan, lekin hujjatda turar joy sifatida qolgan. Natijada kredit tasdiqlanmaydi, xaridor qaytib ketadi. Sotuvchi esa mening hujjatim bor edi-ku deb hayron bo'ladi. Hujjat bor, lekin u real holatga mos emas. Ikkinchi masala mol-mulk solig'i va yer solig'i. Ko'chmas mulk egasi bo'lgan har bir odam soliq majburiyatini unutmasligi kerak. 2026 yilda soliq organlari kadastr ma'lumotlariga yanada ko'proq tayanadi. Agar mulkingiz ro'yxatda bo'lsa, soliq avtomatik hisoblanadi. Agar mulkda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, u soliq summasiga ham ta'sir qiladi. Ba'zi odamlar men xabarnoma olmadim, demak soliq yo'q deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Soliq qarzi xabarnoma kelmagan uchun yo'qolib qolmaydi. Elektron kabinetda, soliq ilovasida yoki mahalliy soliq organida qarzni tekshirish kerak. Oddiy misol, fuqaroning ikkita kvartirasi bor. Birida o'zi yashaydi, ikkinchisini bo'sh qoldirgan yoki ijaraga bergan.
u mol-mulk solig'i faqat yashayotgan uy uchun hisoblanadi deb o'ylaydi. Aslida nomida turgan har bir mulk bo'yicha soliq majburiyati bo'lishi mumkin. Agar qarz 2-3 yil yig'ilib qolsa, jarima, penya, bank kartasiga cheklov, majburiy undirish kabi noqulay holatlar kelib chiqadi. 500 ming so'mlik soliq vaqtida to'lanmasa, bir necha yil ichida ancha kattalashishi mumkin. Eng yomoni, odam uyni sotish yoki meros qilish vaqtida qarz borligini bilib qoladi. Uchinchi masala ijara. 2026 yilda ko'chmas mulkni ijaraga berayotganlar alohida ehtiyot bo'lish kerak. Kvartira, hovli, do'kon, ofis, ombor, yer maydoni ijaraga berilsa, munosabatni rasmiylashtirish zarur. Og'zaki kelishuv qildik. Har oy kartaga pul tashlaydi degan usul xavfli. Nega? Birinchidan, soliq organi muntazam tushumlarni ko'rib, savol berishi mumkin. Ikkinchidan, ijarachi zarar yetkazsa, pul to'lamasa yoki chiqib ketmasa, sizda kuchli dalil bo'lmaydi. Uchinchidan, qo'shnilar shikoyat qilsa yoki uyda begona odamlar yashayotgani aniqlansa, sizdan hujjat so'raladi. Masalan, kvartira egasi uyni oyga 4 million so'mdan ijaraga beradi. Shartnoma yo'q. Ijarachi 3 oy pul to'laydi, keyin to'xtaydi. Egasi chiqarib yubormoqchi bo'ladi, lekin ijarachi men ta'mir qildim, pulimni bering deydi. Uy ichidagi mebellar buzilgan, kommunal qarzlar yig'ilgan. Agar shartnoma bo'lsa, unda to'lov muddati, depozit, zarar uchun javobgarlik, kommunal xizmatlar kimning zimmasida ekani aniq yoziladi. Shartnomasiz esa har bir gapni isbotlash qiyin. 4-masala ulushli mulk. Bir uy bir nechta odam nomida bo'lishi juda ko'p uchraydi. Ota, ona, farzandlar, aka, ukalar, opa-singillar. Sobiq er-xotinlar bir mulkda ulushga ega bo'lishi mumkin. 2026 yilda bunday mulk bo'yicha har qanday bitimda barcha ulushdorlarning roziligi, huquqi va majburiyati aniq ko'riladi. Siz uy meniki, men yashayapman deb o'ylashingiz mumkin, lekin hujjatda irgi 4 ulush ukangizda bo'lsa, u ham mulkdor. Siz uyni sotishda, garovga qo'yishda, ayrim hollarda ijaraga berishda ham uning huquqlarini hisobga olishingiz kerak. Hayotiy misol, ota vafot etgan, uy onaning va 3 farzandning nomiga meros bo'lib o'tgan. Katta o'g'il uyda yashab qolgan, qolganlar boshqa joyga yo'l o'tib, katta o'g'il uyni sotmoqchi bo'ladi. Xaridor topiladi. Narx 1 milliard so'm. Lekin opasi men ulushimni bermayman deydi. Ukasi esa chet elda. Natijada bitim to'xtaydi. Chunki mulkda kimning qancha ulushi borligi oldindan hal qilinmagan. Bunday muammo keyin emas, avval hal qilinishi kerak. 5-masala, qurilishi tugallanmagan obyektlar. Ko'pchilik yer olib, poydevor qo'yadi, davr ko'taradi, lekin yillar davomida hujjatni oxirigacha rasmiylashtirmaydi. 2026 yilda bunday obyektlar ham e'tibordan chetda qolmaydi. Agar yerning maqsadi yakka tartibdagi uy-joy qurilishi bo'lsa, unda boshqa faoliyat yuritish mumkin emas. Agar noturar joy qurmoqchi bo'lsangiz, ruxsat, loyiha, tegishli kelishuvlar kerak bo'ladi. O'zimning yerim, nima qilsam qilaman degan qarash bugungi huquqiy tartibda xavfli. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Hamma o'zgarish ham avtomatik noqonuniy degani emas. Masalan, kosmetik ta'mir, pol almashtirish, davr bo'yash, eshik-rom yangilash odatda kadastrni o'zgartirishni talab qilmaydi. Lekin ko'taruvchi davrni buzish, balkon qo'shish, kvartirada umumyo'lak hisobidan maydon kengaytirish, tomga qo'shimcha qurilish qilish, hovlida yangi bino qurish, turar joyni do'kon yoki ofisga aylantirish huquqiy baholashni talab qiladi. Ayniqsa ko'p qavatli uylarda o'zboshimchalik juda xavfli. Chunki bitta devor butun binoning xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, kadastrda nomingiz turishi har doim ham muammo yo'q degani emas. Ba'zan kadastr bor, lekin yer chegarasi qo'shni bilan nizoli. Ba'zan uy nomingizda, lekin merosda boshqa da'vogar chiqadi. Ba'zan notarial shartnoma bor, lekin davlat ro'yxatidan o'tkazish oxirigacha bajarilmagan bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, ko'chmas mulkning huquqiy tozaligi faqat bitta qog'oz bilan tekshirilmaydi. Kadastr, reyestr, soliq, kommunal qarzlar, sud taqiqlari, garov, ulushdorlar, meros tarixi ham ko'riladi. 3-nozik jihat, garov va taqiq. Ba'zi mulk egalari uyda taqiq borligini bilmaydi. Masalan, kredit olingan, uy garovga qo'yilgan. Keyin kredit yopilgan, lekin garov yozuvi yechilmagan. Yoki aliment, qarz, sud ijrosi sababli mulkka taqiq qo'yilgan. Siz buni kundalik hayotda sezmasligingiz mumkin, lekin sotish vaqtida notarius tizimda taqiqni ko'radi. Shu joyda bitim to'xtaydi. Taqiqni yechish esa ba'zan bir kunlik ish emas.
bir necha hafta yoki oy ketishi mumkin. 4-nozik jihat ijara bo'yicha qarindoshlar bilan ham ehtiyot bo'lish kerak. Ko'pchilik jiyanim yashayapti. Shartnoma shart emas deydi. Agar u haqiqatan bepul yashayotgan bo'lsa boshqa masala. Lekin pul olayotgan bo'lsangiz, bu ijara munosabati. Qarindosh bo'lgani nizoni kamaytirmaydi, aksincha ba'zan ko'paytiradi. Masalan, uyga kelin kuyov joylashadi, keyin ajrashadi. Kim chiqib ketishi kerak degan savol tug'iladi. Yoki aka ukasining uyida yashab katta ta'mir qiladi. Keyin mening hissam bor deb da'vo qiladi. Bunday holatlarda yozma kelishuv odamni himoya qiladi. 5-nozik jihat mulkni bolalar nomiga o'tkazish. Ba'zi onalar nomiga o'tkazish. Ba'zi ota-onalar soliqdan, qarzdan yoki oilaviy nizodan qochish uchun uyini voyaga yetmagan farzand nomiga o'tkazadi. Lekin keyin bu mulkni sotish, almashtirish, garovga qo'yish juda murakkablashadi. Chunki bolaning manfaatini himoya qiluvchi organlar roziligi kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bolam nomiga qilsam, hammasi oson degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Bu qarorni oldindan huquqshunos bilan maslahatlashib qilish kerak. 6-nozik jihat noturar joy va tadbirkorlik faoliyati. Agar siz hovlining bir qismida tikuv sexi, magazin, kafe, ombor yoki ustaxona ochgan bo'lsangiz, mulkning maqsadi, sanitariya, yong'in xavfsizligi, qo'shnilar huquqi va soliq rejimi masalalarini ko'rib chiqishingiz kerak. Turar joyda doimiy tijorat faoliyati yuritish ayrim holatlarda shikoyat va tekshiruvga sabab bo'ladi. Masalan, kichik do'kon mijozlar oqimini ko'paytirsa, mashinalar yo'lni to'sib qo'ysa, shovqin bo'lsa, qo'shnilar murojaat qiladi. Shunda bu mening hovlim degan javob yetarli bo'lmaydi. 7-nozik jihat eski hujjatlar. 1990-yillar yoki 2000-yillar boshida olingan hujjatlarda manzil, maydon kadastr raqami, egalar familiyasi. Yer to'yfasi boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Ko'cha nomi o'zgargan, tuman chegarasi o'zgargan, uy raqami yangilangan. Bunday holatda hujjatlar bir-biriga mos kelmasa, bitim paytida ortiqcha tekshiruv talab qilinadi. Men tavsiya qilaman, xolis o'tmayman deb kutmang. Hujjatni tartibga keltirishni mulkni sotishga bir hafta qolganda emas, oldindan boshlang. Kim xavotir olishi kerak? Nomida bir nechta mulki borlar. Uyga qo'shimcha qurilish qilganlar, kvartirasini ijaraga berayotganlar, merosni rasmiylashtirmaganlar, ulushli mulkda yashayotganlar, noturar joy ochganlar, kadastr hujjati eski bo'lganlar, soliq qarzini tekshirmaganlar, bank krediti uchun mulkni garovga qo'ymoqchi bo'lganlar. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Hujjatlari yangi, kadastr va real holat mos, soliq qarzi yo'q, mulkda taqiq yo'q, ijara rasmiy, qurilish o'zgarmagan mulkdorlar. Lekin bunday odamlar ham yiliga kamida bir marta ma'lumotlarni tekshirish kerak. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, mulkingiz bo'yicha kadastr hujjatlarini tekshiring. Kadastr pasporti yoki elektron kadastr ma'lumotlarida maydon, manzil, mulk turi, yer maydoni, bino qavati, xonalar soni va egalar to'g'ri ko'rsatilganmi qarang. Agar real holat bilan farq bo'lsa, hududingizdagi kadastr organiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, qanday tartibda yangilash kerakligini so'rang. O'zingizcha taxmin qilmang. Har bir holat alohida baholanadi. Ikkinchi qadam, soliq qarzini tekshiring. Soliq organining elektron xizmatlari, shaxsiy kabinet, mobil ilova yoki tuman soliq inspeksiyasi orqali mol mulk va yer solig'i bo'yicha qarzingiz bor yo'qligini biling. Agar qarz chiqsa, bu qayerdan paydo bo'ldi deb asabiylashmasdan hisob kitob asosini so'rang. Qaysi mulk, qaysi davr, qaysi stavka bo'yicha hisoblanganini aniqlang. Xato bo'lsa yozma murojaat qiling va hujjatlarni ilova qiling. 3-qadam. Ijara bo'lsa shartnoma tuzing. Shartnomada mulk manzili, ijara muddati, oylik to'lov, to'lov kuni depozit miqdori, kommunal to'lovlar, ta'mir masalasi, zarar uchun javobgarlik, muddatdan oldin chiqish shartlari. Uyda kimlar yashashi yoki obyekt qanday ishlatilishi aniq yozilsin. Agar kvartira oyiga 5 million so'mga berilsa, 2 oylik depozit kelishsangiz. Shartnomada 1 million so'm depozit nima uchun olinayotgani va qaysi holatda qaytarilmasligi ko'rsatilishi kerak. Bu keyingi nizolarning oldini oladi. 4-qadam, ulush va merosni tartibga keltiring. Agar uy ota-onadan qolgan bo'lsa, hamma rozi degan og'zaki gapga ishonib yuravermang. Meros hujjatlarini rasmiylashtiring, ulushlarini aniqlang. Agar kimdir o'z ulushidan voz kechmoqchi bo'lsa, buni notarial tartibda qiling. Agar uyda bir kishi yashab, boshqalar ulushdor bo'lsa, kelajakda nizoga bormaslik uchun kelishuv qiling.
kim yashaydi, kim xarajat qiladi, kimning ulushi saqlanadi, sotilsa pul qanday bo'linadi, hammasi aniq bo'lsin. 5-qadam qurilish yoki qayta rejalashtirishdan oldin ruxsat masalasini biling. Ayniqsa ko'p qavatli uyda devor buzmoqchi bo'lsangiz, balkon qo'shmoqchi bo'lsangiz, tomga chiqmoqchi bo'lsangiz, albatta mutaxassis bilan maslahatlashing. Hovlida yangi bino qurishdan oldin yerning maqsadi, qizil chiziq, qo'shni bilan masofa, kommunal tarmoqlar, loyiha va ruxsat talablarini aniqlang. Keyin buzdirish yoki jarima to'lashdan ko'ra oldin 2-3 kun vaqt ajratib maslahat olish ancha arzonga tushadi. 6-qadam mulkni sotishdan oldin huquqiy tekshiruv qiling. Kadastrdan ma'lumot oling, soliq qarzini yoping. Kommunal qarzlarni aniqlang. Taqiq yoki garov bor yo'qligini tekshiring. Ulushdorlar roziligini oldindan tayyorlang. Agar xaridor kredit orqali olsa, bank talablarini oldindan so'rang. Shunda savdo jarayonida kelishuv buzilmaydi. Ko'pchilik aynan shu joyda yutqazadi, xaridor topiladi, narx kelishiladi. Keyin hujjatdagi muammo sabab xaridor fikrdan qaytadi. 7-qadam barcha murojaatlarni yozma qiling. Kadastr, soliq, kommunal, hokimlik, notarius yoki boshqa tashkilotga borsangiz, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Ariza topshirsangiz, ro'yxatdan o'tgan raqamini oling. Elektron murojaat qilsangiz, javobni saqlang. To'lov qilsangiz, chekni saqlang. Bu oddiy ko'ringani bilan keyinchalik dalil bo'ladi. Menga aytishgani degan gap huquqiy nizoda kuchsiz, yozma javob esa kuchli. 8-qadam hujjatlar papkasini yarating. Har bir mulk bo'yicha alohida papka qiling. Kadastr hujjati, oldi sotdi yoki hadga shartnomasi, meros guvohnomasi, soliq to'lovlari, kommunal to'lovlar, ijara shartnomasi, ruxsatnomalar, loyiha hujjatlari, sud yoki notarial hujjatlar. Elektron nusxasini ham telefon yoki bulutli xotirada saqlang. Hujjat yo'qolsa, uni tiklash mumkin, lekin vaqt ketadi. Ayniqsa sotish, meros, kredit, sud ishlari paytida vaqt juda qimmat bo'ladi. 9-qadam. Shubhali maslahatdan ehtiyot bo'ling. Tanish orqali hal qilamiz. Kadastr shart emas, soliq ko'rmaydi. Shartnoma qilmasak ham bo'ladi. Keyin qonuniylashtirib olamiz degan gaplar xavfli. 2026 yilda raqamli nazorat kuchaygan sharoitda bunday yondashuv mulkdorni himoya qilmaydi. Aksincha, muammo chiqqanda siz javobgar bo'lasiz. Tanish emas, hujjat himoya qiladi. 10-qadam. Yilda kamida bir marta mulkingizni inventarizatsiya qiling. Bu murakkab so'zdek eshitiladi, lekin mazmuni oddiy. Nomingizda qanday mulklar bor? Ularning hujjati joyidami? Solig'i to'langanmi? Ijarasi rasmiylashtirilganmi? Qarz yo'qmi? Ulush muammosi yo'qmi? Shularni tekshirasiz. Agar oilada bir nechta mulk bo'lsa, bu ishni yanvar yoki fevral oyida odatga aylantiring. Shunda yil davomida kutilmagan xatarlarga duch kelmaysiz. Yana bir muhim maslahat. Agar mulkingiz bo'yicha xatolik topsangiz, uni yashirmang. Masalan, kadastr maydoni noto'g'ri, manzil chalkash, eski egasi nomi qolib ketgan, soliq boshqa mulkka hisoblangan, ijara shartnomasi muddati tugagan. Bularni vaqtda tuzatish mumkin. Muammoni 5 yil yashirib yurish esa uni kattalashtiradi. Bugun bitta ariza bilan hal bo'ladigan masala ertaga sud ishiga aylanishi mumkin. 2026 yilda ko'chmas mulk egasi uchun asosiy qoida bitta. Mulkingiz hujjatda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, real hayotda ham shunga mos bo'lishi kerak. Kadastrni tekshiring, soliq qarzini ko'ring, siz ijara shartnomasini rasmiy qiling, meros va ulush masalalarini kechiktirmang. Ruxsatsiz qurilishdan ehtiyot bo'ling. Ko'chmas mulk bu faqat uy yoki yer emas. Bu sizning katta kapitalingiz. Uni himoya qilish uchun hujjatlaringiz tartibli bo'lishi shart. Agar sizda shunday muammo bo'lgan bo'lsa, masalan, kadastrdagi maydon mos kelmasa, ijara bo'yicha nizo bo'lsa, meros yoki ulush masalasi hal bo'lmay turgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida tahlil qilib beraman. Videoni like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki ko'chmas mulkdagi bitta to'g'ri qaror sizni katta zarar, jarima uzoq sudlardan saqlab qolishi mumkin.